akademik ko'nikma avtomatik yaxshi bo'ladi. Uni ham qilib beraveramiz parallel. Baribir ijtimoiylashish shart bola. No, efektimiz birga illohga ko'rinish ketyapti baribir. Mana bu hamma narsa. Mana bu ijtimoiylash. Mana hozir bu o'qimasa ham, yozmasa ham, lekin ijtimoiylashish bor-da bunda. Endi buni maktabga bering, bu tortib ketadi. Nega? Chunki ijtimoiylashish aktiv bo'lgani uchun. Hozir biz ham faqat bunga o'qish yozishga urg'u beraversak, biz o'rgatgan narsamizni ham biladi-da, o'zidan qabul qila olmaydi. Qo'shimcha. Shuning uchun ijtimoiylashishga urg'u berishimiz kerak. Mantiqiy fikrlash FHKdan boshlayotganmiz-da. Keyin anaqani qo'shaveramiz, grammatikalarni qo'shamiz, disgrafiya disleksiyasiga ishlaymiz. O'qish yozishda muammo bor ekan. O'qish qancha vaqt davom etadi? 3 oy ishlaymiz. Qayta ko'ramiz-da. Yana qayta ko'ramiz, bolaning holatini baholaymiz. Bunga individualniy o'qiladi. Yakka tartibda bo'ladi, hammasi bizda. O'qitish usulimiz DTT bo'ladi. Bunga ZPR qo'yishgan, to'g'rimi? Shunaqa qo'yishganmi? Ha, nima bu? Zadержкami? Ha, zadержка psixorечевое развитие-da. Kognitiv buzilish bilan deyapti, lekin faqat kognitiv emas-da bunda. Jahli tez chiqadi. Mayli, mana kognitiv buzilish beraman-u, lekin faqat kognitiv emas-da. Buni ma'lum kim bo'ladi tasvirlovchi? Hozir ketamiz. Qanaqalik? Urushib nima qilsinlarda, ba'zi paytlarda to'xtamaydi nima. Ya, u pedagoga individual buni o'rganadi hali. Qaysidir bola aytaylik urushsa tezroq iladi, qaysidir bola yaxshi gapirsa, qani holatini o'rganamiz-da. Hamma sizlarda manimcha psixologlar bor. Ha, psixolog. Ham psixologik, ham defektologik ishlashadi. Nega oldin individualni defektolog bilan ishlamagansiz? Biza oborardik. Defektolog emas, logoped. Faqat logopedga. U kishi faqat massaj qilardi. Ha. Keyin maktabdagi ma'limi o'sha ham ancha narsani o'rgatdi. O'sha kelib o'rgatardi-da. Chunki bunga massaj emas-da, bunga asosiy ish tushunchalar. Marhum barcha mexaniklar bizlar. Yo'qlik matematika qonunlari. Hali o'qish yoshlarni o'rgatib olamiz hammasini. Bu prosta 20-30 ta bola bilan qabul qiladigan bola emas. O'shaning uchun ham sizlar buni qiynab qo'ygansizlar. 20-30 ta bolani ichiga tiqib, vaqt yo'qotgansizlar. Mana ko'rasiz, 1 yil ichida bolangiz o'qiydi ham, yozadi ham. No, lekin o'qib ketib, yozib ketganda ham 20 ta bolani ichida qabul qiladigan narsani so'ramaydi undan. U baribir ham o'qisa ham, yozib ketsa ham hammadagi informatsiyani tez qabul qila olmaydi. Mana bolalar o'ta bunda konkretniy yillar davomida epilepsiya achak bo'lganmi edi. Achak bo'lyaptimi, u axborotni qabul qilish ham, gapni bunga masalan shuncha gapni to'liq uzoq vaqt gapirsam, uni miyasi qabul qila olmaydi. Ko'tara olmaydi miya, chunki artikulatsiyam o'zgaradi, gapni ma'nosi, mazmunini chaqib bera olmaydi miya. Bunga sekin, cho'tka, aniq, yavna qilib tushuntirish kerak. Keyin sekin 11 yil bizda orqada tormozlanish bo'lgan narsani 5 yil, 6 yil aktivlashtirib zavat qilib olamiz. Ana keyin tez qabul qilish boshlanadi. O'ziga o'zi xizmatli zo'ra. Ijtimoiylashish ham tez qabul qiladi, o'zini o'zi kontroli bor.
ovqatlanadi, tualetga kiradi, kiyimini kiyadi, kimgadir yordam berishni biladi, masalan singlisiga, opasiga, adasiga, kundalik ish hayotida qarashni biladi, to'g'rimi? O'zi bir nimani eplab chiqib keladi, masalan pulda adashsa ham o'sha yo'lni topib borib kela oladi. Yo'limizni xotirasi yaxshi. Yo'lga plonjoga boramiz. Chunki bunaqa bolalarning vizualkasi yaxshi bo'ladi-da, hisob kitobda adashishi mumkin. Mana bunaqa narsani olib ketsangiz, ha, pulni tushunmaydi, o'rgatamiz. Chunki bizlarga aynan shunaqa kognitiv buzilish bo'lgan bola pulni tushunmaydi. Masalan, 5 ta narsa aytsangiz, 5 tasidan 2 tasini ko'tarib kelish mumkin, 3 tasini esdan chiqaradi. No asosiysi yo'lni biladi, insonni taniydi, xavfli odamni biladi, to'g'rimi? Begona odam xavfliligini tushunadi, asosiysi shu. Ana, молодец, yaxshi. Xudo xolasa yaxshi natijalar qilib beramiz. Ba'zi orqada qolib ketgan ko'zini hali yosh boladada ba'zi qiliqlarga Shunaqa. 6-7 yashar bolada nima qilib kima urishaman. Yo'q, buni urishmang, chunki baribir bu ijtimoiylasha olmayapti-ku. Ijtimoiylashga sekin-sekin o'tdik, chunki mantiqiy fikrlash to'liq emas, sabab oqibatni masalan bilmaydi. Sabab oqibatlarni o'rgataylik, zo'r bo'ladi. Dori, darmon, endi menimcha faqat epilepsiyaga qarshi ichasizlar, qolgan narsa kerak emas. Dunyo lecheniya olgansizlar. Razvitiya uchun hech nima qilmaymiz, faqat shug'ullanamiz. Hop. Necha yosh bu? Сколько тебе лет? 4? Или же 5? 4. Ты девочка или же мальчик? Ты девочка, молодец. Bo'ldi, endi kelasizlar har kuni 2 soatdan. Hop, ham logopedik, ham defektologik ishlaymiz, ikkalasi. Defektolog ong, idrok, tafakkurga ishlaydi, logoped nutqiga ishlaydi. Logopedik ish bizda deyarli 30% ishni tashkil qiladi. Nega desangiz, hali logopedik ishga to'liq tayyor emas.